Generator dinam ko'rinishi bu ko'rinishda bo'ldi. Vazifasi mexanik harakatni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Ya'ni mexanik energiyani elektr energiyasiga aylantirib berish uchun xizmat qiladi. 14,5 volt tok bilan odatda avtomobilda dvigatel ishga tushgandan keyin 14,5 volt tok bilan akkumulyatorlarga va elektr iste'molchilariga tokni yetkazib berish kerak. Bu har qanday transportniki ichki yonish dvigateli bilan ishlaydigan avtomobillarda 14,5 volt tok bilan bu zaryadka qilib berish kerak. Qirg'izcha qilib tushuntirganimizda, agar 14,5 voltdan past kuchlanishli tok chiqarib beradigan bo'lsa, bu значит o'z ish faoliyatini zo'r bajara olmayapti deb hisoblanadi va bundan keyingi harakatda bu yoki akkumulyatorimizni o'ldirib qo'yishi mumkin yoki qanaqadir bir nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuni hisobga olib, bu значит dinamimiz 14,5 volt tok beradigan holatgacha buni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 14,5 volt tokdan pastroq tok ham berib qoladi ba'zi bir holatlarda. Buning uchun yana asosiy sabablardan bo'lmish mana remen, dvigatelni aylantiruvchi shikivlariga qotirilgan remenimiz bo'shab qolsa ham, mana salq holatga tushib qolsa ham, bu значит zaryadga berishi kamayib qoladi. Buni taranglashtirib sozlab, masalan, tortib qo'yiladigan bo'lsa, ushka quloqlaridan hisobga olib turib tortib qo'yiladigan bo'lsa, yana o'zini ish faoliyatini davom ettirib ketishi ham mumkin. Ya'ni remen bo'shab qolgan holatda, remen uzilib ketgan holatda zaryadkani bera olmay qoladi. Ana shunaqa holatlarni kundalik texnik qarovda bir qator aylanib qarab qo'ysak yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Suv nasosi joylashishi xuddi mana ko'rinishda, mana shu ko'rinishda bo'ldi. Suv nasosining vazifasi dvigatel bilan radiator ko'rinishi bu bo'ldi. Oldi tarafidan ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni suv nasosining vazifasi, suv nasosi mana ko'rinishda bo'ldi. Ichida parrakchalari bo'ldi, suv aylantiruvchi, ya'ni o'sha suvni majburiy aylantiradi. Suv nasosining vazifasiga kelamiz. Dvigatel bilan radiatordagi suvni majburiy aylantirish uchun, ya'ni majburan aylantirish uchun xizmat qiladi. Agar majburan aylantirmaydigan bo'lsa, bilishimiz mumkinki, dvigatelning ichida suv qizib, suv datchiklarimiz ko'tarilib, archaga chiqib ketdi, qaynab ketdi degan narsalarga olib kelib qoladi. O'shani hisobga olib, suv nasosi значит dvigatel bilan radiatordagi suvni majburan aylantirib berish uchun xizmat qiladi. Ishlashi bu ham xuddi remenga asoslanadi. Remen bilan tirsakli valli shikividan kuchni olib aylantiradi. Bundan keyin parrak sovutish parragi ishlashi qanaqa holatda ishlaydi? Ya'ni ko'p holatda savol bo'ladi. Avtomobilning sovutish parragi tashqari tomonga qarab sovutadimi yoki ichkari tarafga qarab sovutadimi degan savol tushib qolishi mumkin ko'p holatda. Ya'ni dvigatelga qarab budaydimi bu parrak yoki radiatorga qarab budaydimi savol. Nima deb o'ylashimiz mumkin? Degan har xil masalan savollar tushib qoladi. Ba'zi bir joylarda kutilmaganda savol berib qolishadi. O'qituvchilarimiz masalan deylik yoki bo'lmasam test markazlarida qayerdadir savollar kelib qoladi. Ya'ni o'sha dvigatelning parragi tashqariga budab sovutadimi yoki ichkariga tortib sovutadimi savol. Xo'p, endi bu savolga yaxshilab e'tibor beramiz. Aksariyat avtomobillarning oldi qismi ochiq, radiatorimiz ham xonalari ochiq. Oldi tarafdan ya'ni havo oqimi tashqi muhitdan kelib bunga urilishi kerak. Avtomobilga ta'sir etuvchi kuchlar bor. Yerda Newton qonunlari bor, tortish qonuni bor, bosim kuchi bor. O'shalarni hisobga olib avtomobilimiz harakatlanganda avtomobilga ta'sir etuvchi kuchlar bor. Shularni hisobga olib shamolli qarshilik kuchi, g'ildiraklarning ishqalanish kuchi degan narsalar bunga qarshilik qiladi. Ya'ni havo oqimi
oldi qismidan urilishi hisobga olinib, oldi qismi ochiq bo'ladi. Ya'ni parrag'ni javobini topish uchun oddiy misol avtomobilni oldiga qarasak, oldidan havo urilib o'tish kerak. Ana endi bu havo tomonga, ya'ni dvigatel tomonga o'tish uchun parragimiz, ya'ni tashqaridagi havoni ichkariga tortib, surib sovutish uchun xizmat qiladigan bo'ldi. Ya'ni bu parragimizning vazifasi radiatordan o'tayotgan havo oqimini ko'paytirish uchun xizmat qiladi. Bu parragimiz agar tashqariga budab sovutadigan bo'lsa, transport harakatlanganda havo shamolli oqimi kelib urilishi natijasida parragdagi pudash natijasida ikkalasi bilan bir-biri bilan qarama-qarshi holat hosil bo'lib qolib, o'rtada to'xtab qoladi parragimiz. Ikkita havo bir-biri bilan urushib, o'rtada natijada buni ichidagi suvimiz ko'tarilib ketadi, suv harorat. O'shani hisobga olib, buni значит asosan sovutish uchun parrak degan narsamiz, sovutish parragi ventilyator ichkariga surib sovutadi. Har qanday transportga, hattoki elektronniy usulda bunga yopishtirib qo'yilgan elektronniy usulda ishlatiladigan parraklarimiz ham ya'ni o'sha tashqaridagi havoni ichkariga aytib o'tganimizda ichkariga tortib sovutish uchun xizmat qiladi. Tromblyor taqsimlagich yuqori kuchlanishli tokni o'rta qismidan sentraldan qabul qiladi. Vazifasini aytib o'tyapmiz. Endi buni tromblyorning vazifasi yuqori kuchlanishli tokni yondirish tartibi bo'yicha silindrlarga tarqatish uchun xizmat qiladi. Ya'ni yuqori kuchlanishli tokni yondirish tartibi bo'yicha tarqatish uchun xizmat qiladi. Ya'ni sentralniy tok katta, yuqori 12000, 18000, 24000 voltlik kuchlanishli tokni qabul qilib bu hududdan yondirish tartibi bo'yicha silindrlarga taqsimlab beradi. Ya'ni 1, 8, 5, 3, 6, 4, 2, 1 degani singari yondirish paparatga sajigani bo'yicha deb silindrlarni svichasiga tarqatib beradi demoqchi. Taqsimlagichning vazifasi xuddi shu ko'rinishda bo'ladi deb aytyapti. Mana endi stendlarimizdagisini ham ko'rishimiz mumkin. O'chib qo'yilgan holati taqsimlagich turibdi, bu yonda yondirish g'altaga turibdi. Endi bu taqsimlagichga yuqori kuchlanishli tokni yondirish g'altaga sozlab beradi. Ya'ni yondirish g'altagining vazifasi past 12 voltlik kuchlanishli tokni yuqori kuchlanishli 18000, 24, 36000 voltlik kuchlanishli tokkacha kuchaytirib ko'tarib berish uchun xizmat qiladi. Ya'ni yondirish g'altagi. Ana endi bu yondirish g'altagidan olgan tokimizni yondirish tartibi bo'yicha silindrlarga tarqatish uchun taqsimlagich xizmat qiladigan bo'ldi. Tromblyor. Benzin nasos deb aytiladi, ya'ni benzin haydagich nasosi. Asosan endi zil avtomobillarida, UAZ, Volga, Jiguli, Moskvich avtomobillarida asosan mexanik usulda ishlaydigan nasoslardan foydalaniladi. Ya'ni vazifasi yonilg'i bakidan surib, yonuvchi aralashmani surib yonilg'i bakidan o'sha yondirish masalan hududigacha bo'lgan, ya'ni karburatorgacha yoki injektorgacha bo'lgan hududgacha yonuvchi aralashmani ta'minlab berish uchun значит benzin nasos degan narsamiz ishlatiladi. Vazifasi yonilg'i bakidan yonuvchi aralashmani surib, yonuvchi moddani surib, kerakli joyga yetkazib berish uchun benzin nasos xizmat qiladi deb aytiladi. Starter. Starterning vazifasi elektr kuchini qabul qilib, ya'ni 12 voltlik, 60 amperlik yoki 100 yoki 80 yoki 35 amperlik 12 voltlik kuchni qabul qilib, mexanik kuchga aylantirib, dvigatelni ishga sovurish uchun, ya'ni maxavik tishlarini orasiga birikib turib, yurg'izib, dvigatelni ishga sovurish uchun xizmat qiladi. Ya'ni starterimizning vazifasi xuddi shunday. Past 12 voltlik kuchlanish, lekin amperi quvvati baland tokni qabul qiladi bu. Qabul qilib, ya'ni start beradi dvigatelga. Qaysi qism orqali? Maxavik orqali. Dvigatel orqa qismidagi maxavikni vinchik deydi. Tishlari orqali yurg'izib dvigatel ishga sovurish uchun xizmat qiladi.
Undan keyin dal shu o'tib keladigan bo'ldikda dvigatelimiz mana bu qismigacha bu yerda chok ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bolt bilan qo'yapti. Bu hududgacha dvigatel bo'ldi. Endi bundan bu tomonlari uzatmalar qutisiga o'tib ketdi. Ya'ni uzatmalar qutisi degan narsamiz mana chokdan asosiy joyda mana bu yerdan bu hududdan bu hududgacha bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni mana orqa tomonda kardan uzatma kelib qotgan qismi bor. Xuddi shu joygacha bo'ladigan bo'ldi. O'rtada qolgan qismi esa ko'jix qismi deb aytiladi. Buni ichida ilashish muftasi degan narsalar bor. Ya'ni avtomobilni yumshoq qo'zg'atish uchun mana korzinka ichida diska peredok deydi, ya'ni tortish diski, bu tomonda значит siquvchi disk degan narsalarimiz, ya'ni siplena degan narsa buni ichida ko'jix qismida joylashadigan bo'ldi. Siplenani ko'p bosib yuradigan bo'lsak, haydovchilarda ko'proq nima bo'ladi degan savol bor. Siplenani bosib yursa, siplenada oyoq tursa nima bo'ladi deydi. Ko'p masalan holatda mana o'rta qismida mana friksionniy nakladka deydi. Qalinligi ko'rinib turibdi, ya'ni ruchkaga почти teng turibdi bu. Xuddi shu narsa bizga kerak bo'lsa, avtomobilimizni ancha uzoq vaqtga yaxshi ravon qo'zg'atish uchun, yumshoq qo'zg'atish uchun shu narsa ishlaydi xolos, qalinligi shu. Xuddi shu narsa yeyilib, yedirilib parashlab ketadi. Parashlab ketgandan keyin bizga ortiqcha muammo o'tadi, ya'ni siplenamiz ajratmay qoladi yoki buksavat qiladigan bo'lib qoladi. Ana o'shani hisobga olib, siplena pedalni oyog'i qoldirma deyiladi. Mana o'rtadagi zazor xuddi mana shu holatda qochib turgan holatda tursa, bu hech qachon g'ajilib yeyilib ketmaydi. Siplenada oyog'imiz turadigan bo'lsa, mana siquvchi disk buni yopishtirib, buni g'ijimlab, ya'ni pajaqlab turadi. Xuddi shuni hisobga olib, friksionniy nakladkamiz yedirilib ketadi. Buni tushunib oldik. Undan keyin uzatmalar qutisiga o'tdik. Uzatmalar qutisining ichida har xil katta, kichik shesternlardan tuzilgan birikmalar значит bu yerda bo'ladigan bo'ldi. Endi bu birikmalar ishlashi har xil masalan holatda ishladi. Ya'ni katta tishdan kichkina tishga o'tkazganimizda uzatmani tezligini sozlaydi. Kichkina tishdan katta tishga o'tkazganimizda bularning harakatini. Значит, bu yana qaydadir masalan deylik tezliklarimizni sozlaydi. Bularni qulflash uchun sinxroniy, ya'ni deylik holatda bekitadiganlari bor deylik. Bunda значит shesternli zulfullari bor, buning ichida deylik suruvchi quloqchalari bor deylik. Yana bunga qo'shimcha orqaga harakatlantiruvchi shesternlar ham buning ichida mavjud bo'ladi. Mana tepa qismida ko'ryapmiz. Oldiga, orqasiga richaglarimizni harakatga keltiradigan narsalarimiz joylashadigan bo'ldi. Ya'ni tepa qismida richag uzatmalarni almashtirish uchun. Bundan keyin orqa tomoniga o'tib keldik. Orqa tomonida xuddi bu ko'rinishda qo'yildi. Endi asosan bu yuk avtomobilini dvigateli bo'lgani uchun buni ham o'tib ketib aytaveramiz. Buning ichida orqa tomonda, ya'ni bu narsa joylashdi. Bu nima bu? Bu avtomobilni to'xtab turish joyida harakatlanmasligini ta'minlash uchun qo'yilgan narsa bo'ldi. Ya'ni buni tushunganlar tushunib bo'ldi. Ruchnoy tormoz. Qo'l tormozi xuddi korobkaning orqasidan mana shu holatda kalotka bilan tortib to'xtatadi. Kardan uzatmadan mahkam ushlab turadi. Qolgan boshqa ko'p aksariyat avtomobillarning ko'pida g'ildirakni o'zidan to'xtatadi yengil avtomobillarda. Ruchnoy tormoz degan narsamiz. Yuk avtomobillarining ko'pida esa uzatmalar qutisi korobkaning orqasidan to'xtatadi. Отдельный kalotka, отдельный masalan deylik prujinalar bilan chiqargan alohida to'xtab turish joyiga qo'yadigan joydagi ishlatiladigan narsalar. Tushundingmi? Richag qimillatib, tortib o'ngga chapga masalan qilgan holatda buni kalotkasini barabaniga siqib, bekorga qizartirib qo'yilmagan, qizilga bo'yab, mana kalotkamizni barabanga siqib to'xtatib turish uchun xizmat qiladigan narsa bu bo'ldi. Ya'ni ruchnoy tormoz torttirganda bu kalotka tepaga o'sadi, tepaga ko'tariladi.
ko'tarilib barabanga mahkam yopishadi. Yopishgandan keyin barabanni aylantirmay qo'yadi. Natijada kardandan transport ruchnoy tormozda turganini aniqlasa bo'ladi. Undan keyin dalshi yurib keladigan bo'ldik. Kardan uzatmalar, asosiy uzatmalar degan narsalardan o'tib kelib, mostimizga yetib keldik. Ya'ni orqa ko'prik ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladigan bo'ldi. Ya'ni dvigateldan kelayotgan aylantiruvchi harakatni ikkiga bo'lib, o'ng va chap tomondagi g'ildiraklarni aylantirish uchun xizmat qiladigan narsa bu, ya'ni mostimiz bo'ldi. Buni ham hududini har xil xirqmalarni qilib masalan ko'rsatib qo'ydik. Bularni ham o'tib boriladi. Xo'p, asosiy keladigan narsa, ya'ni aylantiruvchi holatni taqsimlab beruvchi shesterni. Yondosh masalan differensial degan narsalarimiz, asosiy shesterni taqsimlovchi masalan deb buni ham ichiga yuzlanadigan bo'lsak, u ichida yana shesterlari bor masalan deylik. Xo'p, bu hududda hozir olib tashlandi. Bu hududda o'qlar, ya'ni yarim o'qlar degan narsa bor. Sababi bu hududdan chiqib kelgan aylantiruvchi momentni, ya'ni aylantiruvchi holatni narigi tomonga o'tkazib, g'ildirakni aylantirish uchun xuddi o'shana ichida o'q, yarim o'q deydi, polovoslar degan narsalar shuning ichida joylashadigan bo'ldi. Buni ataylab qirqima jild qilib ko'rsatib qo'ydikki, haydovchilikka tayyorlash maktabini tugatgandan keyin vaqtiga kelib transportni boshqarayotgan vaqtda bu hududda nima borligini xayolan bo'lsa ham faraz qiladi, ko'radi. Ya'ni endi bu xuddi o'zir mana holatda ko'zi bilan ko'radi, lekin harakat u vaqtiga kelib minib yurgan paytda esiga keladi. To'xta, agar ustob bo'lmagan taqdirda bu mana shu hududda shesterni bor edi. Bu yo'qsirab qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni pastki qismini ataylab ochiq qilib ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni bu hududga o'zini ma'lum belgilagan yog'lari bo'ladi. Nigrol deydi masalan deylik, har xil tat deydi masalan deylik. Xuddi shunaqa narsalardan quyib to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi to'ldirish deganda ham o'zini me'yori bor, o'lchaydigan narsalar bor. O'sha ya'ni hududga hech yog'dan xabar olib turish uchun ma'lumotga ega bo'ladi. Ana o'shalarni hisobga olib ham avtomobil tuzilishi bo'yicha mostdan tortib, korobkadan tortib hammasini o'tib boriladi. Ta'kidlash joiz, haqiqatda uzatmalar qutisini ham ataylab ochib ko'rsatib qo'yilgan. Buni ham hududlarda o'sha aytganimizdagi nigrol yoki bo'lmasam tat degan suyuqliklarni quyib to'ldirib qo'yiladi. Xuddi shularni ham nazorat qilish uchun e'tiborga olib o'qitiladi. Sababi bundan keyingi harakati vaqtida o'quvchimiz hech korobkasini moyidan xabar olishga e'tibor qiladi yoki mostini moyidan xabar olishga harakat qiladi. Xo'p. Undan keyin poddon karteri qirqmasi, karteri qirqib, ya'ni ochib ko'rsatib qo'ydik. Ko'rib turganimizda mastopryomnik deydi. Ya'ni mastopryomnik bu narsa moy surish, asosiy magistralga moyi haydab beruvchi narsa, ya'ni so'rgich bu. Moy so'rgich deb aytiladi. Xo'p, moy so'rgichimiz, moy so'rgichimiz u ko'rishingiz mumkin. Setkalardan iborat bo'lib turibdi ko'rinishi. Ya'ni xuddi dag'al tozalash filtri. Dag'al tozalash filtri karterga tushib qolgan bo'l, shayba, gayka har xil qismlarni yutib yubormasligi uchun, magistralga tiqilib qolmasligi uchun qo'yilgan setkalardan iborat bo'ldi. Vazifasi значит o'sha moyni qisman bo'lsa ham filtrlab, ya'ni o'sha dag'al katta narsalardan filtrlab, tozalab moy yurish yo'liga jo'natish uchun bu mastopryomnik ishlatiladigan bo'ldi. Agar karterimizni pastki qismidan qandaydir bir texnik udar bo'lib, pajaqlarni mastopryomnikni oldi to'silib qoladigan bo'lsa, bu degani dvigatelda stuv degan narsalarga olib keladi. Ya'ni Abdulla yaxshi so'ramay qoladi. Bu значит vaqti kelib, harakat vaqtida bizga dvigatelni qiynatadigan holatga kelib qolishi mumkin. Hattoki stuvberi to'xtatib qo'yishi ham mumkin. O'shani hisobga olib, chuqurliklardan, do'nliklardan o'tganda qandaydir bir holatlar bo'ladigan bo'lsa, dvigatel holatini nazorat qilib qo'yiladi. Ana endi dag'al tozalash filtridan chiqib kelganimizdan keyin, ya'ni sentrifuga
deb aytildi buni. Ya'ni aylanish hosil qilib, bu ham dvigatelimiz ichidagi moya, ichidagi jo'shqin kirpir har xil narsalarni o'sha atrofdagi filtrlarga qo'yib, yopishtirib, ya'ni xuddi misol uchun deylik, avtolni qisman yana ham tozalash uchun ishlatiladigan bo'ldi. Dvigatelimizni birdaniga pastki karter qismiga o'tib ketib qolamiz. Ming bor uzr so'raymiz. Xo'p, bu hududda avtolimizni quyadigan bo'lsak, buni ichida ham kesib ko'rsatib qo'yilgan maxsus filtrlovchi elementlari bor. Endi bu hududdan biz toza avtolni quydik. Ya'ni savol bo'lishi mumkin-da, nima uchun bu yerda filtr? Bu tomonda yana centrifugal filtr, yana bu tomonda yana filtr masalan degan savol bo'lib qolishi mumkin. Filtr masalan bu hududda bo'ldi. Boshidan aytamiz. Bu hududdan biz toza avtolni quydik. Buning ichida dag'al narsasi yo'q, gayka bo'l chaybasi yo'q, quyib yubordik. Endi dvigatel ishlashi natijasida qaysidir bitta boltimiz sinib ketishi yoki qaysidir shatunnoy bolt yoki bo'lmasam qaydadir dvigatel ichida sinish, masalan ishqalanish, sinish, ko'chishlar hosil bo'lsa, xuddi shu narsalar bizga ko'rinmaydi tashqariga. Ko'rinmasdan kelib turib karterimizga tushib keladi. Ana endi o'sha narsani himoya qilish uchun bu narsa ishlatiladi. Endi bu so'rib olgan filtrdan chiqib ketgandan keyin yana двойной qo'shimcha sentrifugalar orqali aylantirib, yana filtrlab o'sha avtolimizni tozalab bersa, dvigatelimiz umri yana ham uzoqroqqa yetib boradi. O'shani hisobga olib 1, 2, 3 lamcha, ya'ni тройной kerak bo'lsa, двойной, тройной deganni singari 2 lamcha, 3 lamcha o'sha tozalash asboblaridan zavodimiz foydalanib chiqib kelgan. Shularni hisobga olib turib, biz o'sha bilishimiz kerakki, o'sha dvigatelimizni ishlashi uchun ancha narsalarimiz qo'yilgan. Mana hatto elab stentlarga yuzlanib kelyapmiz. Stentimizda ham moylash tizimi degan narsada turibdi. Mana tepadan quygan holatimizdagi kesib qo'yilgan kesma jilti. Ichida jiltkalar, qanaqadir narsalar tushib ketsa, ushlab qoladigan narsasi. Undan keyin boyaga aytgan narsamiz ichidagi dovul. Ya'ni dovulga urilib, aylantirib har xil qirinda jo'shqin ko'chgan narsalarni bunga yopishtiradigan narsalar bo'ldi. O'sha moy filtr korpusi deb aytyapti. Bundan keyin moy radiatori masalan bo'ldi. Ya'ni o'sha qizib ketgan moyni sovutish uchun ham xuddi shu narsa ishlatiladigan bo'ldi. Undan tashqari mana qolgan narsalarimizni ham yana qaytadan olib ko'rsatyapmiz. Dvigatellar bo'yicha, ya'ni o'sha boshda ham aytdik, dvigatel ishlashi uchun ikkita mexanizm, to'rtta tizim uzviy ravishda bog'liq bo'ladi deb aytdik. Ya'ni birinchi mexanizm kirib-chiqish shatunli mexanizm, keyingisi gaz taqsimlash mexanizmi, ya'ni ikkita mexanizm va 4 tizimdan iborat bo'ladi deb aytdik. Sovutish tizimi, moylash tizimi, ta'minlash tizimi, yondirish tizimi degan tizimlardan iborat bo'ladigan bo'ldi. Buni ishlash prinsipi. Tushundingmi? Xuddi shu narsalarga e'tibor qilamiz. Ana undan keyin yana generator, starter, akkumulyatorlar, batareyasi degan narsalarni ham yoyma jild qilib qo'yildi stentlarga. Sababi harakat vaqtida qaysidir bir holatni tushunmasdan yo'lda oddiy klemmani qotirish, masalan, ma'lumotiga ega bo'lmagan haydovchi kerak bo'lsa sutkalab ko'chada qolib ketishi mumkin. Shu narsalarni oldini olish maqsadida o'quvchilarga avtomobil tuzilishi bo'yicha darsdan o'tib boriladi. Xo'p, bularni ham tushuntirib o'tamiz vaqti kelib. Hammasini boshqatdan yana qo'shimcha aytib boramiz. Hozircha bizga berilgan ma'lumotlar shu.